Bugun men barcha uy egalari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. O'zbekistonda uy-joy, kvartira, hovli, dala hovli yoki boshqa ko'chmas mulkka ega bo'lgan fuqarolarga yangi soliq hisob-kitoblari shakllanmoqda. Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga tegishli. Chunki soliqni vaqtida tekshirmasangiz, keyin qarzdorlik, penya, bank kartasidan yechib olish, notarial harakatlarda cheklov yoki boshqa noqulay holatlarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik uy egalarida shunday tushuncha bor edi. Uyim bor, lekin soliq o'zi keladi. Mahalla yoki soliq inspeksiyasi aytsa to'layman. Yoki ayrimlar umuman mulk solig'i borligini bilardi. Lekin qancha hisoblanganini, nima asosida hisoblanganini, qachon to'lash kerakligini aniq bilmasdi. Ko'p hollarda odamlar soliqni faqat uy sotmoqchi bo'lganda, meros rasmiylashtirganda, kadastr hujjati kerak bo'lganda yoki bankdan kredit olmoqchi bo'lganda tekshirib qolardi. Endi vaziyat boshqacha. Soliq organlari ko'chmas mulk obyektlarini kadastr ma'lumotlari asosida elektron tarzda hisoblayapti. Ya'ni sizning uyingiz, kvartirangiz, hovlingiz, noturar joyingiz, garajingiz yoki qurilishi tugalmagan obyekt bo'lsa ham u bo'yicha ma'lumotlar kadastr bazasida turgan bo'lsa, soliq tizimida aks etishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa shuki, soliq miqdori ko'pincha sizning men uyimni shuncha pulga olganman degan gapingizga emas, kadastr qiymati, maydon, obyekt turi, joylashuvi va amaldagi soliq stavkalariga qarab hisoblanadi. Yangi hisob-kitob deganda ko'pchilik qo'rqib ketadi. Yangi soliq chiqibdimi? Endi yana alohida pul to'laymizmi? Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Gap odatda mutlaq yangi nomdagi soliq haqida emas, balki mavjud mol-mulk solig'i va ayrim holatlarda yer solig'i bo'yicha yangilangan hisob-kitob, qayta baholash, ma'lumotlarni bazada to'g'rilash yoki joriy yil uchun hisoblangan summalar haqida ketadi. Lekin fuqaroga ta'siri juda real. Ilgari kam ko'ringan soliq endi ko'proq chiqishi, umuman ko'rinmagan obyekt bo'yicha qarzdorlik paydo bo'lishi yoki noto'g'ri kadastr ma'lumoti sabab ortiqcha soliq hisoblanishi mumkin. Birinchi navbatda uy egasi sifatida siz ikki xil soliqni farqlashingiz kerak. Birinchisi mol-mulk solig'i. Bu siz egalik qilayotgan bino, kvartira, hovli uyi, noturar joy, garaj yoki boshqa qurilma uchun hisoblanadi. Ikkinchisi yer solig'i. Bu siz foydalanayotgan yoki egalik qilayotgan yer uchastkasi uchun hisoblanadi. Kvartira egalarida yer solig'i odatda alohida ko'rinmasligi mumkin. Chunki ko'p qavatli uylarning yeri umumiy hisoblanadi. Lekin hovli egalari, dala hovli egalari yakka tartibdagi uy egalari uchun yer solig'i alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Mol-mulk solig'i qanday hisoblanadi? Oddiy qilib aytsam, soliq bazasi bor va stavka bor. Soliq baza odatda kadastr qiymati bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, sizning kvartirangizning kadastr qiymati 2000 million so'm deb turibdi. Amaldagi stavka, misol uchun 0,1% deb olaylik. Shunda taxminiy hisob. 2,2 million so'mning 0,1% 775 ming so'm bo'ladi. Bu raqam faqat tushuntirish uchun misol. Sizning real summangiz, hududingiz, obyekt turi, imtiyozlar va bazadagi ma'lumotlarga qarab farq qiladi. Endi hayotiy misol olaylik. Toshkent shahrida 2 xonali kvartirasi bor fuqaro bor. Kvartira 52 kvadrat metr, kadastr qiymati 320 million so'm. U odam o'ylaydi, men bu kvartirada yashayman, hech qanday biznes qilmayman, demak katta soliq bo'lmasa kerak. Lekin soliq kadastr qiymatdan hisoblanadi. Agar stavka 1,31% bo'lsa, yillik soliq do'qi-do'sin 2000 so'm atrofida chiqishi mumkin. Oyga bo'lsak, bu taxminan 2000 so'mga to'g'ri keladi. Odam bir yilda birdan ko'rsa ko'p tuyuladi. Lekin aslida bu yil davomida yig'ilgan majburiyat. Ikkinchi misol, viloyatda hovlisi bor oila. Uy maydoni 1 kvadrat metr, yer uchastkasi 6 sotix. Bu yerda ikkita yo'nalish bo'lishi mumkin. Uy binosi uchun mol-mulk solig'i, yer uchastkasi uchun yer solig'i. Agar kadastrda uy qiymati 700 million so'm bo'lsa, mol-mulk solig'i alohida chiqadi. Yer solig'i esa hududdagi yer solig'i stavkasiga, yer maydoniga va toifasiga qarab chiqadi. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Men uy solig'ini to'ladim-ku, yana yer solig'i nima deydi? Hovli egasida bino va yer alohida soliq obyektlari bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Fuqaro ota-onasidan meros bo'lib qolgan eski uyni rasmiylashtirmagan. Uyda o'zi yashamaydi. Lekin kadastrda mulkdor sifatida hali ota yoki ona turibdi. Meros ishlari yakunlanmagan. Bunday holatda soliq xabarnomasi kimga boradi? Ko'pincha bazada kim mulkdor bo'lib turgan bo'lsa,
o'sha shaxs nomiga hisoblanishi mumkin. Agar merosxo'rlar vaqtida rasmiylashtirmasa, qarzdorlik to'planadi, keyin notariusga borganda yoki kadastrni yangilaganda muammo chiqadi. Shuning uchun bu uyda hech kim yashamayapti degan gap soliqni avtomatik bekor qilmaydi. 4-misol, bir odamda bitta emas, 3 ta ko'chmas mulk bor. O'zi yashaydigan kvartira. Ijaraga berilgan 2-kvartira va kichik noturar joy. Bu holatda u faqat bitta uy uchun emas, har bir obyekt bo'yicha alohida hisob-kitobni tekshirishi kerak. Ayniqsa noturar joylarga ehtiyot bo'ling. Do'kon, ofis, ustaxona, ombor, xizmat ko'rsatish joyi sifatida kadastrda turgan obyektlar uchun stavka va hisoblash tartibi turar joynikidan farq qilishi mumkin. Odam bu ham mening mulkim, uyimga o'xshagan narsa deb o'ylaydi. Lekin soliq tizimi uni boshqa turdagi obyekt sifatida ko'radi. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lish kerak? Birinchidan, oxirgi yillarda uy sotib olganlar. Siz uy olganingizda sotuvchi eski soliqni to'lagan bo'lishi mumkin. Lekin yangi davr sizning nomingizga hisoblanadi. Ikkinchidan, uyini kengaytirganlar, qo'shimcha xona qurgan, mansarda qilgan, garaj qurgan, hovlida ikkinchi uycha qurgan fuqarolar. Agar bu o'zgarishlar kadastrda aks etsa, soliq bazasi oshishi mumkin. Uchinchidan, kadastr hujjatida maydon noto'g'ri ko'rsatilganlar. Masalan, real uy yaqini kvadrat metr, kadastrda 1000 kvadrat metr bo'lib qolgan bo'lsa, soliq ham ortiqcha hisoblanishi mumkin. 4-dan, imtiyozga ega bo'lishi mumkin bo'lganlar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari yoki qonunda belgilangan boshqa toifalar. Imtiyoz bor bo'lsa ham u avtomatik qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshirish zarur. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar sizda faqat bitta kvartira bo'lsa, kadastr hujjatlari to'g'ri bo'lsa, oldingi yillarda soliqni vaqtida to'lab kelgan bo'lsangiz va shaxsiy kabinetingizda qarzdorlik ko'rinmasa, vahima qilishga hojat yo'q. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki soliq masalasida eng katta xato menda muammo yo'q bo'lsa kerak deb o'ylash. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 3 yil hech narsa kelmadi deb yuradi. Keyin birdan qarzdorlik, penya yoki eski obyekt chiqib qoladi. Eng birinchi nozik jihat, kadastr qiymati va bozor qiymati bir xil narsa emas. Siz uyingizni $10,000 sotib olgan bo'lishingiz mumkin. Bozor bahosi boshqa bo'lishi mumkin. Kadastr qiymati esa alohida tartibda shakllanadi. Soliq aynan kadastr ma'lumotlari bilan bog'liq bo'lgani uchun men bu uyga buncha pul bermaganman degan e'tiroz soliqni avtomatik kamaytirmaydi. Agar kadastrda xato bo'lsa, uni hujjat bilan isbotlab tuzatish kerak. Ikkinchi nozik jihat, mulk ulushli bo'lsa. Masalan, kvartira aka-uka nomida yilda 2 ulushdan rasmiylashtirilgan. Bunday holatda soliq majburiyati ham ulushlarga qarab bo'linishi mumkin. Lekin amaliyotda ba'zida xabarnoma bitta shaxsga ko'proq ko'rinishi yoki kimdir o'z ulushini to'lamagani uchun oilaviy kelishmovchilik chiqishi mumkin. Shuning uchun ulushli mulk egalari o'zaro aniqlashtirib olishi kerak. Kim qancha to'laydi? To'lov chekini kim saqlaydi? Shaxsiy kabinetlarda qarzdorlik qanday aks etgan? 3-nozik jihat, uyda yashamaslik soliqdan ozod qilmaydi. Masalan, siz Rossiyada ishlayapsiz. O'zbekistonda kvartirangiz bo'sh turibdi yoki qishloqda eski hovli bor, eshigi qulflangan. Agar mulk sizning nomingizda bo'lsa, soliq hisoblanaveradi. Kommunal to'lovda ba'zan yashamaslik bo'yicha qayta hisob-kitob qilish mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin mol-mulk solig'i boshqa majburiyat. Mulk bor, soliq obyekt mavjud. 4-nozik jihat, uy buzilgan. Lekin kadastrda hali turibdi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Odam eski imoratni buzib tashlagan. Yangisini hali rasmiylashtirmagan yoki umuman yer bo'sh turibdi. Lekin kadastr bazasi eski uy hali mavjud. Soliq organi esa bazadagi ma'lumotga qarab hisoblaydi. Bunday vaziyatda men buzib tashlaganman deb og'zaki aytish yetarli emas. Kadastr organiga murojaat qilib, obyektning holatini rasmiy o'zgartirish kerak. Aks holda mavjud bo'lmagan bino uchun ham soliq chiqishi ehtimoli bor. 5-nozik jihat, imtiyozlar. Ko'pchilik men pensionerman, menga soliq yo'q deb o'ylaydi. Bu juda xavfli umumlashtirish. Imtiyozlar turiga, mulk soniga, obyekt maydoniga, qonundagi aniq shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar faqat bitta obyektga qo'llanadi. Ba'zilari ma'lum maydon doirasida, ba'zilari esa ariza yoki tasdiqlovchi hujjat asosida qo'llanadi. Masalan, pensionerda 2 kvartira bo'lsa, imtiyoz ikkalasiga ham bir xil qo'llanadi deb o'ylash noto'g'ri bo'lishi mumkin. Shuning uchun imtiyozni soliq inspeksiyasi yoki may soliq orqali aniq tekshirtirish kerak. 6-nozik jihat, ijaraga berilgan uy. Uy joyingiz uchun mol-mulk solig'i alohida,
ijara daromadingiz uchun soliq alohida masala. Agar siz kvartirani ijaraga bersangiz, men mol mulk solig'ini to'ladim. Demak, ijara bo'yicha hech narsa kerak emas deb o'ylamang. Ijara shartnomasini rasmiylashtirish, ijara daromadi bo'yicha belgilangan tartibda soliq to'lash masalasi bor. Bu videoning asosiy mavzusi mol mulk solig'i, lekin ijarachilar bu farqni bilishi shart. 7-nozik jihat to'lov muddatlari. Jismoniy shaxslar uchun mol mulk va yer solig'i bo'yicha to'lovlar odatda yil davomida belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi. Amaliyotda eng muhim sana sifatida 11 oktyabr ko'p uchraydi. Lekin siz o'z xabarnomangizdagi muddatni tekshiring. Chunki ayrim hollarda qayta hisob-kitob, yangi obyekt ro'yxatga olinishi yoki qarzdorlik bo'yicha alohida talabnoma bo'lishi mumkin. Muddatdan kechiksangiz penya hisoblanishi mumkin. Penya kichik ko'rinsa ham yillar davomida yig'ilib yoqimsiz summaga aylanadi. 8-nozik jihat, xabarnoma kelmasa ham majburiyat yo'qolmaydi. Ba'zi odamlar menga SMS kelmadi, demak to'lamayman deydi. Telefon raqamingiz bazada noto'g'ri bo'lishi mumkin. Xabarnoma shaxsiy kabinetda turishi mumkin. Pochta yetib bormagan bo'lishi mumkin. Bugungi elektron tizimda fuqaro o'zi ham qarzdorligini tekshirishi kerak. Bu ayniqsa uy sotib olgan, telefon raqamini almashtirgan yoki doimiy yashash manzilini o'zgartirganlar uchun muhim. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. O'zingizdagi barcha ko'chmas mulk obyektlarini ro'yxat qiling. Qog'ozga yozing: kvartira, hovli, dala hovli, garaj, noturar joy, yer uchastkasi, qurilishi tugallanmagan obyekt. Har birining manzili, kadastr raqami, kimning nomida ekani, ulush bormi yo'qmi, hujjat sanasi qanday, shularni ko'rib chiqing. Ko'pchilik muammo aynan shu oddiy ro'yxat yo'qligidan boshlanadi. Ikkinchi qadam, Mi-Soliq.uz sayti yoki soliq mobil ilovasi orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. Elektron raqamli imzo, One ID yoki mavjud kirish usullari orqali kirish mumkin. U yerda jismoniy shaxslar bo'yicha mol mulk solig'i, yer solig'i, qarzdorlik va hisoblangan summalarni tekshiring. Agar siz texnikadan yaxshi foydalanmasangiz, farzandingizdan, yaqin qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazidagi mutaxassisdan yordam so'rang. 3-qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Davlat xizmatlari markazi MyBokov. Uz yoki kadastr xizmatlari orqali mulkingiz haqidagi ma'lumotnomani oling. Maydon to'g'rimi, obyekt turi to'g'rimi, manzil to'g'rimi, mulkdor to'g'rimi, kadastr qiymati qanday turibdi? Bularni soliqdagi ma'lumot bilan solishtiring. Agar soliqda 1,5 kvadrat metr ko'rinib, hujjatda 9 kvadrat metr bo'lsa, bu jiddiy signal. 4-qadam. Xato topsangiz, og'zaki baslashmang, yozma murojaat qiling. Soliq organiga ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, joy yashash yeri, manzil, telefon raqam, obyekt kadastr raqami, muammo mazmuni aniq ko'rsatiladi. Masalan, mening nomimdagi ko'chmas mulk bo'yicha mol mulk solig'i hisoblanganda obyekt maydoni noto'g'ri aks etgan. Kadastr hujjatiga ko'ra maydon 6 kvadrat metr, soliq hisobida 2 kvadrat metr ko'rsatilgan. Hisob kitobni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ariza kadastr hujjati nusxasi, pasport yoki ID karta nusxasi, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, agar bo'lsa to'lov cheklari ilova qilinadi. 5-qadam, imtiyozingiz bo'lsa, uni tasdiqlang. Pensionerlik guvohnomasi, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, tegishli guvohnoma yoki boshqa asos bo'lsa, soliq organiga taqdim eting. Davlat o'zi biladi-ku deb kutib o'tirmang. Tizimlar integratsiya bo'lishi mumkin, lekin amaliyotda ma'lumot kechikishi yoki noto'g'ri ulanib qolishi mumkin. Imtiyoz qo'llangan, qo'llanmaganini shaxsiy kabinetdan tekshirish kerak. 6-qadam, qarzdorlik bo'lsa, uni bo'lib rejalashtiring. Agar summa katta chiqsa, bir kunda to'lash qiyin bo'lishi mumkin. Lekin umuman e'tiborsiz qoldirmang. Avval hisob-kitob to'g'riligini tekshiring. To'g'ri bo'lsa, imkon qadar muddatidan oldin yoki belgilangan muddatgacha to'lang. To'lovni bank ilovalari, soliq ilovasi, Payme, Klik, bank kassalari yoki boshqa rasmiy to'lov tizimlari orqali amalga oshirish mumkin. Eng muhimi, to'lov chekini saqlang. Elektron chekni telefoningizda va alohida faylda saqlab qo'ying. 7-qadam. Uy sotib olayotganda albatta soliq qarzdorligini tekshiring. Notariusda bitim qilinayotgan paytda ko'p narsa tekshiriladi. Lekin siz o'zingiz ham sotuvchidan obyekt bo'yicha qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot so'rang. Chunki keyinchalik eski davr, qayta hisob-kitob yoki noto'g'ri ma'lumotlar bo'yicha tortishuv chiqishi mumkin. Sotuvchi hammasi joyida degani bilan kifoyalanmang, hujjat ko'ring. 8-qadam.
uyda o'zgarish qilgan bo'lsangiz, rasmiylashtiring. Qo'shimcha qurilish, rekonstruksiya, buzish, maydon o'zgarishi bularning hammasi kadastrda aks etishi kerak. Rasmiylashtirilmagan o'zgarish kelajakda nafaqat soliq, balki sotish, meros, kredit, garov, kommunal ulanishlar bo'yicha ham muammo tug'diradi. 9-qadam, yaqinlaringizga ham tekshirtiring. Ayniqsa ota-onalar, yosh katta insonlar, qishloqda yashaydigan qarindoshlar. Internetdan foydalanmaydigan fuqarolar soliq xabarnomalarini ko'rmasligi mumkin. Ularning nomida eski hovli, yer, garaj yoki meros mulki bo'lishi ehtimoli bor. Bir marta tekshirib berish bilan ularni katta muammodan saqlab qolishingiz mumkin. Men sizga yana bir amaliy holatni aytaman. Bir fuqaro menga murojaat qilgan. Kvartiram uchun soliq juda katta chiqibdi deydi. Tekshirsak, kadastrda kvartira turar joy emas, noturar joyga yaqin turdagi obyekt sifatida noto'g'ri aks etgan. Shuning uchun hisob-kitob ham boshqacha chiqqan. Hujjatlarni to'g'rilash uchun kadastrga murojaat qilindi. Keyin soliq organidan qayta hisob-kitob so'raldi. Agar u odam shunchaki to'lab yuborganida ortiqcha pul ketardi. Agar umuman e'tiborsiz qoldirganida qarzdorlik va penya yig'ilardi. Demak, eng to'g'ri yo'l avval tekshirish, keyin to'lash. Yana bir holat, hovli egasi eski uy buzilganini aytadi, lekin kadastrda eski uy ham, yangi qurilish ham alohida ma'lumot sifatida ko'rinib qolgan. Natijada soliq bazasi sun'iy ravishda kattalashgan. Bunday vaziyatda soliqchi bilan tortishishdan oldin kadastr bazasini to'g'rilash kerak. Soliq organi ko'pincha kadastrdan kelgan ma'lumotga tayanadi. Manba noto'g'ri bo'lsa, hisob ham noto'g'ri bo'ladi. Demak, hurmatli uy egalari, asosiy xabar shuki, O'zbekistonda ko'chmas mulk bo'yicha soliq hisob-kitoblari elektron bazalar orqali shakllanmoqda va har bir mulkdor o'z uy joyi, hovlisi, yer uchastkasi yoki boshqa obyektlar bo'yicha summani tekshirishi shart. Bu masalada beparvolik qilsangiz, keyin qarzdorlik, penya, hujjat rasmiylashtirishda muammo yoki ortiqcha to'lov paydo bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman, bugun shaxsiy kabinetingizga kiring, soliq summasini ko'ring. Kadastr ma'lumotlari bilan solishtiring. Xato bo'lsa, yozma murojaat qiling, imtiyozingiz bo'lsa tasdiqlang va to'lov cheklarini saqlang. Bu oddiy harakatlar sizni katta bosh og'rig'idan qutqaradi. Sizda soliq summasi oshib chiqdimi? Kadastrda xato topdingizmi yoki imtiyozingiz qo'llanmayaptimi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham asraydi.